Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bizning siyosat maydoni programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Bugungi programmamizga Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'zxon afandim studiyamizda programmamizga qatnashganligini qizg'in qarshi olamiz. Hammamizga ma'lumki, Turkiya bilan Xitoyning aloqasi kundan kunga kuchaymoqda. Shunun bilan birga Ülüşkün Türkiye Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan Xitoyga 4 kunlik ziyoratga mangdi. Recep Tayyip Erdoğan tunji ziyoratini Ürümçi'den başlap Ürümçi'deki uyg'urlar bilan ko'rishib bazar cho'ng bazarni ziyorat qildi va Ürümçi'deki eng cho'ng jamini ziyorat qilib shu yerdagi musulmonlar uyg'urlar xalqimiz bilan ko'rishib bazarni cho'g'irib degandek Ürümçi'deki ba'zi yerlar bilan tanishgan bo'ldi. Bu ziyorat to'g'risida biz Hidoyatullo O'zxon afandim bilan to'xtalamiz. Bu ziyoratninki oq ko'rinishi nima uchun ziyoratni Ürümçi'den boshlaganligi, bu ziyoratdan xalqimizning kutgan orzu umidlari yoki qildigan endisha qo'rqoqlari yoki uningdan boshqa Xitoyninki bundan keyingi ilib boradigan hiyla mikrlari xalqimiz uchun bu ziyoratninki Turkiya bilan xalqimizning orasida bo'lgan aloqa masalasi deganga o'xshash bir necha masala ustida to'xtalmoqchi. Suhbatimizni boshlaymiz. Hidoyatullohjim, sizlar kundan shu xabarni ta'qib qilib o'tadilar. Recep Tayyip Erdoğan'ninki Ülüşkün ziyoratga berishdan ilgari bir yil burun Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu Xitoyga ziyoratga berib Qashqardan boshladi. Mahmud Qashqarninki qabrasini ziyorat qilish bilan. Hamda tunugun bosh minister Ürümçi'den boshladi bu ziyoratni. Hamda bu Davutoğlu'ninki Qashqardan boshlashi, bu Erdoğan'ninki Ürümçi'den boshlashi Sharqiy Turkistonninki muhim viloyatlari Qashqar, Ürümçi boshlashi nimadan darak beradi, shu to'g'riliq biroz tushuncha bergan bo'lsalar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu selamu ala Resulillah. Bu 2 yil jarayonida bo'libmi Sharqiy Turkistonda 2009-yili Ürümçi'de cho'ng bir qo'zg'alish qilib, bu qo'zg'alish natijasida minglagan evlatlarımız qurban berdik, şehit oldu. 10 minglagan yoshlarimiz Xitoyninki rezil Xitoy ishg'olchilarining turmalarida shehid qilindi, aziyat chekib o'tadi hozirgacha, ba'zilaridan azobsiz berildi. Bu voqeadan keyin Sharqiy Turkiston masalasi mayli vatan ichida va vatanning sirtida alayda bir yangi bet içildi. Sharqiy Turkiston meselesi üstüde yana bir sahibi içilganlığı oturuğa çıktı. Vatan içildi olsa halkımızın an seviyesi alayda lap kılıp içilip gitti. Xitoyga bo'lgan qarash ishg'olchi ve onunla maruz qalgan mazlum bir millatninki nuqtasiga tortildi. Xalq endi bundan keyin Xitoyni hakikaten bu işgalci düşman ekanligini ve kelgünde Xitoylarninki Sharqiy Turkistonga yerleşkenlerinin bulunanma işgalci ekanligini, xalqning işgalci ekanligini bunu tanib yetdi. Xalq alayida Xitoy Sharqiy Turkistondagi Xitoy hokimiyatiga qarshi bir norozilik, uning Sharqiy Turkiston zaminidan qo'g'ilib chiqishi kerak ekanligini, biz bunun bilan birga yaşayamaydiganligimizni tanıdık degan bir nuqtaga kelganligi bu shu 2009'dagi voqeadan o'tirib chiqdi. Shundaqla dunyo sahnasida ve xususan elib aytgan chaqda Türkiye xalq ommasida, davlatning nazarida Türkiye'nin tashviqot sohasida Sharqiy Turkiston masalasi alohida o'rin oldi. Onun yağı hakkında meselede Xitoyning yürüştürüşü, Xitoyning Türkiye bilan bo'lgan münasebeti, etraftaki devletler bilan bo'lgan münasebeti de Sharqiy Turkiston meselesini
diqqatga oldigan. Bunun nerede Uygurlar bilen Şarkı Türkistan Müslümanları bilen alakalık tarifi var degan narsani izlanadigan bir nuqtaga keldi. Burun Türkiye'de Xitoy boshliqlari kelsa, nihoyatda dog'dug'liq qarshilanib, oltin medalya taqib, bo'yniga esib, medal esib, xohlagancha munosabat o'tkazsa, xalq ommasida Xitoyga qarshi bir hukumatlarga bisim, bunun qarshi fikrlar kuchli bir shaklda o'ttirg'a chiqmaydigan bo'ladi. Bu Ürümçi vakasından keyin birinchi bo'lib bu Erdoğan'ınki Türkiye Baş Ministri Erdoğan'ınki Xitoyga nəhayət qattiq bir talaffuz bilan bular bizning qarindoshlarimiz. Bularga beriyotgan, bular qarshi beriyotgan zulmga biz sukut qilib turolmaymiz. Sen bizningki qarindoshlarimizdin ustidan qirg'inchilik qilib beriyotsa, yurgizayotsan deb nəhayət qattiq bütün diplomasiya prinsiplarini bir tarafga qayirib qo'yib, bunda qattiq bir uslub qo'llandı. Bu menimcha Sharqiy Turkiston davosida bir yangi bet ichildi. Voqeaning itlib portlab o'tirg'i chiqishi bir betni yo'g'on ochgan bo'lsa, tashqi dunyoda Turkiya davlatining eng üst saviyadagi kishininki, davlatning beshi bo'lgan kishininki Xitoyga bunda qattiq talaffuzda so'z qilishi, qarshilik ko'rsatishi bu tashqi dunyoda Sharqiy Turkiston masalasiningki rasmiyat qozonishiga bir sababchi bo'ldi. Shuna bilan birga Sharqiy Turkiston masalasi asta-asta mayli Xitoyning engida bo'lsin, buni qabul qiladigan nuqtaga yaqinlashdi. Burun Turkistonda Türk yo'qdi, Türk yo'q deydigan, buni yo'yaga oladigan masalalarni ahvollar ko'p ko'rinadi. Hozir Xitoy qabul qilsin, qilmasin, Sharqiy Turkiston deb bir davlatning bo'lganligini yoki shu ismni millat so'ydigan, yaxshi ko'radigan va shu ismni qo'l ishlatib turib bu davoni ilgari surayotgan va bir ozodlik orzusi bor ekanligini Xitoymi qilgan aytgan so'zlarda buni o'tirg'a chiqarib o'tadi. Buni ko'rib turibmiz. Shundoq bir vaziyat shakllangan bo'lganligi uchun Sharqiy Turkiston masalasi vatan ichida, vatan sirtida davlatlar orasida bir kun tartibga keldi, tonildi va shuna bilan birga Turkiya endi munosabatlarda Sharqiy Turkiston masalasini ko'rmaslikka so'zi bo'lmaydigan yerga yetganligini Turkiya davlatini his qildi. Endi davlatlar aro munosabatlarda o'zgarishlar bo'lib turdi. Siyosatda bugun ma taraf tutilsa, a taraf tutilgan davlatning manfaatini asos olgan strategiyalarda o'zgarish bo'lib turdi. Shuna bilan bu Arab dunyosidagi bo'lib chiqayotgan o'zgarishlar, xalqaro masalalardagi bloklashish, cephe ayrim shu siyosiy qarashdagi cho'ng farqliliklar, cho'ng davlatlarni strategik jihatdan o'xshamagan taraflarga yuzlanishga majbur qiladi. Bu vajidan Turkiyaninki Xitoy bilan munosabat masalasi iqtisodiy nuqtadan olib aytgan chog'da bular o'xshash bir dasqonga kelgan mehmondek O'rta Osiyo, Afrika, O'rta Sharq bozorlarida, chunki Xitoy nihoyatda qattiq hiris bilan hujum qilayotgan bo'lganligi uchun Turkiya bu bölgede siyosiy va iqtisodiy jihatdan mustahkam bir davlat bo'lish sifatida bu nuqtada Turkiya o'zininki haqqini talab qilyapti. Uning uchun Xitoy bilan ma'lum nuqtada hamkorlashishni o'ylagan bo'lishi mumkin. Shuning bilan Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda Sharqiy Turkiston masalasi bu galga taqalgan so'ngak bo'lganligi uchun ikkili davlatga nisbatan buni ko'maslikka silib atlab o'tib ketish ehtimoli yo'q. Bo'libmi Ürümçi vaqasidan keyin taxmi bu narsani qiyinlashtirib qo'ydi. Bu so'ngak yo'g'ondi. Buning shoxlari kengayib ketganligi uchun buni aldirab mayli Turkiya, mayli Xitoy yutib o'tolmaydi.
Türkiye hükümetininki, meyli baş ministerininki ve etrafındaki çok kişilerin hamısının zihniyetinde bir dini ve milli hassasiyeti yüksek olan kişiler olduğu için Şarkı Türkistan meselesini ama Xitay münasebetlerinde haklılık olan yerlerge ilgi çıkış noktasında bir kanaati bahkellikini bunu biz işinimiz. Onun için bu halkara münasebet, devlet menfaat sebebinden Xitay bilen bulmakçı bulutkan münasebetlerde Şarkı Türkistan meselesini Şarkı Türkistan halkının nezarıdımı biz Xitay'a tamamen berilip ketmedik. Sizlerni mi oylaymiz? Sizler bizning qarindoshimiz degan bu mesajni berishni istaydi deb qarayman. Chunki biz Baş ministrniki Sharq Turkiston ketishdan burun mayli bizlar bo'lsin boshqa tashkilotlarmi baş ministrga ma'lum talablarimizni, ko'z qarashlarimizni, endişelerimizni sundik. Bunga berilgan javob Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarningki haq huquqini qo'g'dash Xitoy munosabatlarida birinchi bo'lib shuni asos qilib qildiganligini bizga shunday tushuntirib o'tdi. Onun için biz samimiyat bilan qaragan chaqda Xitoy bilan bo'lgan munosabatida bizninki haq huquqlarimiz masalalarida depsendi qilib bizni destek o'tib ketmaydi deb ishonamiz. Ammo lekin bu endi bu sayohat oyoqlashganda buning natijasini tahlil qilsak bo'ladi. Bu yerdagi mencha Tashqi ishlar ministri Davut O'g'lininki ziyoratini Qashqardan boshlashi Baş minister Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ziyaretini yana Qashqardan Urumchidan boshlashi biri da meseleninki mahiyet cihetin yüksek bir yere geldi. Yani bu meseleninki ehemmiyetini işkili taraf tunup yetkenlikini itiraf kılınışı. İkincisi Şarkı Türkistan halkıga mı bir hatırlayacağım bulanlar biz sizlerinki meselelerini mi biz özümüzden meselesi de bilimiz biz sizni taşlif etmeyimiz sizlerge eştaşlığımız yardım destekimiz her zaman sizler bilen birlikte buludu degen hukumni mesajını berişini istigerlikeden direkt verdi deb qarayman. Abi bu hamımız ma'lumki sizlar birga o'tkayli Davut O'g'li ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin hozir tüngün baş minister ziyaretde hozir davom qilyapti. Hamda bizning xalqimiz uchun qanday foyda olib keldi mesela? Yani biz foydalandikmi yoki ziyon tortdikmi? Yani Türkiye bu sirtqi siyosati bilan bizni bir besim qog'oziy shaklda ishlatyapti yoki haqiqatan yani bu Türkiye bilan bo'lgan Xitoyniki aloqasining kuchayishi bilan birlikda bularninki Sharqiy Turkistonning boshlashi ziyoratni Türkiye bilan xalqimizning o'rtasidagi aloqaning kuchayishi biz uchun bu foydali deb qaramtimiz. Bir ortaya chiqqan bir foyda bormi bu to'g'risida yoki ziyon tortdikmi? Bu to'g'risida biraz tushunmagan bo'lsa, chunki ba'zida biz ziyon tortdik. Chunki bizni Xitoyga qarta bir besim qog'oziy shaklda ishlatildi bo'ldi. Ba'zida ekan masalan biz foydalandik. Chunki Xitoylar vatanimizdan hozir Uyg'urlarni ziyoratga chiqishga ruxsat berildi. Turkiyaga haftalab nurg'un odamlar ziyoratga chiqib ketyapti. Muşu ziyaretki bağandaki muşunda nimeli boldu deb bunda deydi ekan hozirgi Urumchida cho'ng bozor qurganligi xalqaro sanoat rayoni qurish masalasi degan o'xshash bu masalada ham Uyg'urlar foydalanamiz xalqimiz uchun. Foydami bu Turkiyaning aloqasi yoki ziyonmi yani bu to'g'riliq biraz tushunmagan bo'lsalar. Endi biz bu meslek girişten biraz ameliyatchan bo'lish kerak bo'ladi. So'roqqan va ameliyatchan bo'lib turib qaraydigan bo'lsak biz bu munosabatlar aslida Sharqiy Turkistonda Xitoyning ishg'oli davom etayotgan bir holda zulm istibdod har kun ishayotgan bir paytda nurg'un qarindoshlarimiz Xitoy zindonlarida aziyat chekayotgan nurg'un qarindoshlarimiz mujodala berib shahid bo'layotgan bundoq bir paytda har qanday bir kishi har qanday bir tashkilot har qanday bir davlatning Xitoy bilan qo'yaq munosabat o'tkazishi elbette Sharqiy Turkiston xalqini beram qiladi.
Biz Şərqi Türkistanlıq bulaş sübtimiz bilen her qandaq dövlətlərini, bulabmı Türkiyəni, Şərqi Türkistan üstüdeki Xitayning rezil zulüm qilmishlari bu narsa ayaqlaşmasdan Şərqi Türkistanning millatninki xalqining arzusi bo'lgan ozodlik o'tirg'i chiqmasdan burun hech qandaq bir davlat bulabmı Türkiyəni Xitoy bilan do'stona bir aloqa o'rnatishiga qarshi. Biz buni ochiq deb qo'yamiz. Biz ammo lekin amaliyotchan bo'lish kerak, realist bo'lish kerak degan nuqta qaraydigan bo'lsak, devletler özünün menfaatleri asasında tashqi siyosatini belgilaydi. Bu bir haqiqat. Ko'chada bir Sharqiy Turkistonlik bo'lish sübtimiz bilan bir voqea chiqqanda darhol Anqarada aslida bizning ko'nglimizdan keldigini darhol Sharqiy Turkistonda bir qarindishimizni o'limga hukm qilgan chog'da Sharqiy Turkistonda bir yezimizda Xitoylar bosqin qilib nurg'un qarindoshlarimizni tutqun qilgan chog'da o'tganda qavg'aliqda chiqqan voqeaga o'xshash 20 mingdan ortiq qarindishimizni shahid qilgan vaqtida bizning ko'nglimizdan keldigini darhol Turkiya agar qarindosh bir davlat bo'lsa tashqi ishlar ministrligi Turkiyadagi Xitoy elchisini chaqirtirib buni qattiq tanqid qilish, nota berishini bu ko'nglimizdan keladi. Hatto ba'zi og'ir masalalarda Turkiya Xitoyga Sharqiy Turkiston masalasida biz bir taraf Turkiston tarafi biz deyishini ko'nglimizdan keladi va buni istaymiz. Ammo lekin haqiqat shuki har davlatning o'zining manfaatlari bor, masalalari bor, ichki siyosiy krizlari bor. Xalqaro qutublashgan cho'ng masalalar bor. Bunda bo'lganlik uchun davlatlardan biz bir Turkistonlik bo'lish sübtimiz bilan talab qilgan bundaq narsalarninki amaliylashishi biroz tez. Onun için bir devletin Xitoy bilan do'st bo'lib ketishi, dushman bo'lib ketishiga qarata biz hayajon bilan, qiziqqanlik bilan manda qarashimiz bo'lmaydi. Ya'ni bir davlat bilan Xitoy munosabat o'tkazayotgan bo'lsa, hozir bosh ministerning Xitoyga berish jarayonida Urumchiga ziyoratni Urumchidan boshlashi, Davutoğlu'nun ziyoratini Qashqardan boshlashi bu bir muhim narsa. Muhim narsa bo'lgan bilan buninglikqa biz mas'ullar ustaynab ketib, voy Sharqiy Turkistondan boshladi deb buningki oldi keyinidan nima bo'lishini bilmasdan bundan keyin bizningki da'voyimizga qanchalik his qatadi yo qanchalik to'sqinlikqa sababchi bo'ladi, bu narsalarni bilmasdan xo'shalab ketib, buni madhiyalab, daqdinbaqchilib xo'shalab ketishning hojati yo'q. Vay abla bade Xitoy bilan kurashdi, bizni satdi, andaq mandaq deb changishib ketishning hojati yo'q. Vay bade deb ustaynab ketishning ham hojati yo'q. Bunga temkin qarash kerak. Bütün munosabatni inchki nazorat qilish kerak, kuzatish kerak. So'qqanlik bilan bu narsalarning masalalarga qarashimizda bugun Xitoy biz bosh ministerning eng yaqin kişileri bilen görüştük bu noktada. Bu Xitoy ziyareti tamamen %100 Şarkı Türkistan meselesiyle münasebetlik. Xitoy bilen bir soğutlaşayla bu işini seviyesini bir yere tatayla Türkistan davası, azatlık davası bulaştın biraz Xitoyga el bo'lgan, ama takım öğürlükke erişken bir yaşashga erişsin degan nokta bilen bo'layotgan narsa emas. Bu mesele takımıcı qaroq bu ziyoratninki bir qancha nuqtalar bor. Iqtisodiy, siyosiy, stratejik meseleler bor. Bunun ichida bizga tushuntirilgan, bizga bergan javoblarda bu Suriye meselesi en ağır mesele ekanligini dedi. Tunigan bizning bir yig'inimizga kelgan parlament a'zosi Türkiye asosiy qonunini quradigan komitetninki muhim idorachilardan biri ham bosh ministerning yaqin bir kishisi. Bu dedi ki Türkistan'a berish meselesi fakat aslida Xitoy bilan bo'lgan ba'zi iqtisodiy ve birinci bo'lib Suriye meselesi asas qilingan ziyorat dedi. Çünkü Suriye meselesi de hazır o kadar nazik bir yer geldi dedi. İran
Suriye'ninki yıkılışı, İran'ınki İran siyasetininki yok oluşu ya ki özününki bekası bağlılığını qoğdaş meselesiga aylanıp qalğan. Rusya ve Xitayning mı O'rta Sharqdagi birinci punkti. Birinci şu to'saq Suriye bo'lganlik tufaylidan o'tganda Birleşken Teşkilatlar Devlet Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki amallık nimede istişare yığınida bu Suriye'ye qarta aylangan qararlarga Rusya bilan Xitay birinci derece qarshi turdi. Veto e'lon qilganligidan kuchayib ve cho'ng keng ko'lamda bir qirg'inlik yuz beradi Suriyada. Bunun qarta Türkiye ve bir qancha g'arb davlatlari bununla askeri hareket başlatish, siyasi hareket başlatish noktalarida inchki bir vaziyat shakllanayotganligi uchun buni nayte ixcham ve ma'qul bir şekilde bu mesele hal bo'lmasa Türkiye devletinin içindeki kurt meselesi, İran bilen bo'lgan münasebet meseleleri, bu bölgede o'tirg'i chiqadigan keng ko'lamda cho'ng bir hatta 3. Dünya urushiga sebepçi bo'ladigan bir cho'ng urushlar chiqish ehtimoli bor. Onun için Erdoğan bu ağır ahvalda Türkiye'nin ağır bir siyasi meseleye krizga duch kelayotgan paytda Xitoyni Suriye meselesindeki karşıdan vazgeçiriş için bu noktada Xitoyga ketayotganligi ve şuna bilan birga başka ticari maqsadlarimiz var. Ama lekin şuna bilan birga bu ziyaretning bir qancha soatini Sharqiy Turkistonning Ürümchidan boshlashda xalqqa Sharqiy Turkiston musulmonlariga biz sizlarning yininglarda, biz sizlarni unutmadik degan mesajni berish uchun boshlaganligini bunu ifade qildi. Onun için bu meselelerde derhal vay Xitayga bazı sattı deb çanışıp xafalaş yoki voy Qashqar Ürümchiga berib ziyoratni shu yerdan boshladi hamda shal bo'ldi deb masulab buningga madhiya o'qib she'r o'qib ketishning hojati yo'q. Biz bu yerda nima o'tirg'i chiqdi bu siyosiy munosabatlardan desa biz o'zimizga qattiq hiziy bo'lash gün tertibimizni, bu şu davamızı özümüzden gün tertibideki retni obdan hazırlaş, tayyorligimizni yaxshi qilish, Xitoyning bütün xalqaro munosabatda davlatlar bilan bo'lgan munosabatda vatan ichida yurgizayotgan siyosiy harakatini obdan analiz qilib, nerede acizlik ko'rilyotdi, shu yerdan o'g'ini bo'ladi, buni analiz qilish kerak. Devletlerinin Türkiye ve şunun o'xshash bo'lgan İslam devletlerininki Xitoy bilan bo'lgan munosabatlardagi bo'shliqdan qanday foydalana şunu ko'z tutish kerak. Bu munosabatlarda şu yaşayotgan devletlerde bu siyasi kişilerge, devletlerge qanchalik ta'sir ko'rsatib, bisim qilib, shu yerdagi yerlik xalqninki bu meseleге taraf chiqib özününki hakimlerine, devlet ilgilerine bu meselede bizim kılalaydıgan strateji siyasetini biz işletişimiz gerek. Bu mesele tamamen bizge kalgan narsa. Devletler qanday qılıp bunu inçki takip qilib, şunun qarta biz siyasetimizni, stratejimizni lahilash gerek. Şunun qarta erkimizden başlayalım. Bu Türkiye'ninki baş ministerininki, Tashqi ishlar ministerininki Sharqiy Turkistondan boshlanish ziyoratni boshlash masalasida yani o'rtada bir qancha fikrlar o'tirib qo'yiladi. Masalan, vatan ichida bo'lsin, chet elda bo'lsin, buning ustida so'zlar bor. Ammo xalqimiz buningdan qanchalik foydalandi, qanchalik ziyon tortdi. Ya'ni bu Turkiyaninki biz yanında bor degan ifoda bilan Xitoyda biz texnik sizlarga besim ishilta olamiz degan asosda o yerni ziyorat qilgan bo'lsa-mu, hozirgacha besim davom qilgan bir tarafdan. Yeni bir taraftan Xitoylar Türkiye'nin besimiga binoan ba'zi Turkiyaga ziyoratga chiqqanlarning sonini avtib, shuni bilan birga ziyoratga chiqqan nurg'un pul olib degandek, bu shakl aloqa bir siyosiy o'yin o'ynayotganligi o'rtada hamda. Shuning uchun buningki biz uchun qanchalik foydasi va qanchalik ziyni bor. Bu ziyoratni foydalandikmi, foydalanmadikmi? Mush masalaga endi bir shaklda javob bersin.
Elbette bu ziyaretlerinin fayda ziyanları birlikte mağda. Biz burada gepnin başında dedik, yani devletlerninki taşqi siyaseti menfaat asasıdır. Şekillengen boğalık için bizdeki Şarkı Türkistanlık bulaşıtımızdan bulduğun iddiğimizdeki talep takazalığı uygun sızılmağalık için bu alaka münasebetler nurgun nesle bizdeki ümit arzularımızdan karşısına çıkarıldı. Elbette bununki biz faydaları desek, bununki başka birinci olap noktası Türkiye'ninki Taşqi İşler Ministeri Baş Ministerinin Kaşqa ve Ürümçi'den ilip beriyotgan bu ziyaretleri fakat Şarkı Türkistan davasınınki ehmiyetini alam tanıtıp durdu. Birinci derecede. Birinci derecede yani Türkistan meselesi bugün dünya gün tertibiga devletler münasebette bir ehmiyet kazanganlığını bu ifadeydi. Bu mu siyasi hareketler tutukandı. Bundan tayinip durup yani çıkışını kıygan oldu. İkinci paydası halkımız burun Türkiye'den coğrafya noktasından mı jirak hem dünyadan uzaklaştırılgan tört tarafı da çemberçes takip etken bir tömür sandıqның içinde saklangan bir yer boğanlık için özününki dini ve milli qerindaş devlet ve halklar bilen boğan münasebeti tamamen yat ve uzaktı. Bu noktadan Şarkı Türkistan halkı hazır Türkiye'nin ki hem dini hem milli kandaş qerindaş kellikini hazır halkımızda bir bu ufkum peyda oldu. Ben adresi tünügen haberde qarasam Xitaylıqı ma'lumiyatı bazanalam bazadaki bir qancha kişilerini görüşeş imkaniyetini saqlashdan başqa bütün halkning baş minister bilan görüşüş imkoniyatlarini tamamen to'sab qo'yibdi. Shuni bilan ko'childi, do'konda haqli yig'ilgan, o'tirdi Xitoylanmayan, to'sib olgan, yig'lab ketayotgan, voy Turkiyaga salom, biz Türk qarindoshlarimizni yaxshi ko'ramiz, baş ministerni yaxshi ko'ramiz deb yerim Uyg'urcha, yerim Türkçe kishilar aş ifadalarini bildirdi. Bunun ma'nosi hamda xalq aşınçılar jiroqda nurg'un manzillik bir munosabatdagi uzilgan nuqtadan boshlandı. Bunun için Davut o'g'li Qashqardagi ziyoratida Urumchiga kelgan chog'da degan gapida biz manzil burun uzilgan yerdan qaytadan boshladik dedi. Bu bir ma'noli gap. Biz burun mishadan chiqib ketgan to'q, biz yana qarindoshlarimiz bilan quchoqlashyapmiz. Biz butunlashyapmiz degan gap. Bu bir başlangıç biz. Bu narsa millatga biraz ruhiy ilhom berdi. Buni hamma narsani ayrim ko'rish kerak. Biri bu yerdan boshlanganligi bu masalaning rasmiylashganligi. Davlatlar Türkistan'ı atlab o'tib ketmaydigan yerga kelganligi. Kun tartibiga chiqqanligi. İkinci, xalqlar arası Sharqiy Türkistan bilan Türkiye'nin devlet ve Türkiye'deki qarindoshları bilan bo'lgan bir munosabatni, yani munosabatning tekrar o'rniga kelishga bir ichilgan yo'l deb qaragan bo'ladi. Bu noktadan foydasi bor. Ammo undan keyingi davlatlar aro bo'lgan iqtisodiy kelishimlar, iqtisodiy aloqa munosabatlarining hajmining kengayishi elbette siyosiy jihatdan Sharqi Turkiston davosiga to'sqinlik bo'lgan omillardan biri deb qaragan bo'ldi. Bu noktadan deb aytgan chog'da bizning davoga zararli taraflari bor deb qaraymiz. Chunki Turkiya atom energiya orqali tok ishlab chiqarish santralini va hatto tez suratli poyezd va shunga o'xshagan nihoyat cho'ng projelar planlarini Xitoy bilan imzolashyapti. Bu nimadan darak berdi? Bu iqtisodiy kelishimlar, iqtisodiy munosabatlar bog'lanishi bo'libmi bunda keng ko'lamda uzun zaman ichiga olgan cho'ng planlar siyosiy nuqtada siyosiy harakatni tizginlab qo'yishga sabab bo'ldi. Bu nuqtadan elib aytgan chog'da biz Sharqi Turkistonliklar bunga qarshi, bu munosabatlarning ma shaklda shakllanishiga qarshi Sharqiy Turkistondan boshlaganiga xursand,
bu noktadaki hassasiyetini bunun gösterken alaylı samimiyetiyle biz Türkiye hükümetiga, baş ministeriga Davutoğlu'na rahmet etimiz. Ama Şarkı Türkistan'daki zulüm ve işgal tügümey durup bunda koyak işkirle, bunda koyak çunkur alakalı'nınki orantırışı, bunda iqtisadi hacmi maliyeti yüksek boğan uzun yıllarına alınan çoğun planlarda birleşişi Şarkı Türkistan davasının ki algı süreçine toskunluk bulalaydı. Çünkü siyaset demek, iktisat demek. Bugün devletler ara tokunuşlar, iktisadi dokunuş, enerjiye dokunuşları. Bu boğallık için biz bunu endişeyle karayımız. Bazen devletler ara atılmış terörlük karşı mücadele edildiğin bir narsa. Bu noktanı böyle izahlaş gerek. Onun için ötkende Davutoğlu Kaşqay'da muhabbetini izhar kılıp ve Uygur kıyırındaşlarımız davetkan çağda şu saatlerde Beycan'da Türkiye'nin İçki İşler Ministeri Beşir Atalay Beycan'da Xitay'ınki amanlık ministeri, xavfsizlik ministeri bilen körüşüp nurgun meselelerde kelişim imzaladı. Bu imzalangan kelişiminin köpüntüsü biz bunu torbetlerimizde mi koyduk? Bunu hemmesi bizden davamızga ziyan berdiğen noktalar. Bu atalmış terör degen terör nazariyesi her devletinin özünün közeynikinden qaragan çağda başkalarınınki nazarda caiz boğan, doğru boğan narsa birinin közüde, nazarisinde doğru bulmaydı. Onun için Şarkı Türkistan'ın haklık bir davasını ilip berivatkan, bu yolda özünün atavatkan, hizmet kılıvatkan, mücadele berivatkan her kandak kişi Xitay'nın nazarında terörçü. Bu nazarda imzalangan kelişimler elbette bizge tesir kıldı.